Xotinim yurist. Akasi prokuror. Qaynatam bosh prokuror. Xotinim bilan ajrasam bormi? Topoqdim. Ha, kuyov. Nimancha o'ylanib qolding? Nimani o'ylayapsan? O'zim shunday qaynatam esa yaxshi ko'raman qaynata. Ha, bilaman. Xizmatga aytgan mana shunday yaxshilik kunlarida shirinlik qilib bizni taklif etgan Shohir ukamiz bor. Hozir Shohir ukamizni davraga taklif qilsak, mana shu ikki yoshlarga tilaklari, yurakdagi tilaklarini izhor etsin. Marhamat Shohir uka, keling. Avvalambor assalomu alaykum. To'g'ri o'tira. Boshingizni ko'taring. Bu dunyoda River. Bu dunyoda o'g'il farzand ko'rgan otachalik baxtli inson bo'lmasa kerak. Ota xursand bo'lar ekan. Endi men ham o'g'lim bor deb naslimni davomchisi. Bu dunyodan o'tar bo'lsam, tovutimni ko'taradigan, ortimdan ehson qiladigan, toat ibodati bo'ladigan o'g'lim bor deb ota xursand bo'lar ekan. Qora terga botib mehnat qilar ekan ota. O'g'lim birovdan kam bo'lmasin, yaxshi yesin, chiroyli yesin, chiroyli kiyinsin deb ota mehnatda bo'lar ekan. Onachi ba'zan bozorga borib bitta tarvuz ko'tarib kelsak nolib yuborar ekanmiz, bunchalar ham og'ir ekan deb. Lekin onamiz bizni 9 oy qonni ko'tarib yurar ekanlar. O'zlarining ta'biga qarab emas, bizni ta'bimizga qarab sho'rma achchiq yeb ajal bilan ro'para bo'lib dunyoga kelgan onangizlarimiz ekan. O'shaning uchun aytadiyu. Ota-ona duosini olsa, har odam yo'li ochiq bo'lg'ay, har ikki olam. Ikromjon, to'laring muborak bo'lsin diyor. Eng baxtli, eng kami shunday bo'lsin. Ikkala yosh baxtli bo'lsin deganlar 10 ta farzand ko'rsin deganlar bir yurakdan guldiroz qalsa chalamiz ikkala yosh uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Ustoz. Shohru, senga ham shular atqasin, Xudo xolasa. Shu biylar, Xudo xolasa.